Genshin Impact Fankastar Raid o'yinlari milliardlab dollardan olib kelayotgan o'yinlar hisoblanadi. Lekin o'tmishga o'tib qarasak, bu kompaniyaning ortida bor yo'g'i 3 nafar talaba bo'lgan. 3 nafar. Ularda hech qanaqa mablag' ham bo'lmagan, hech qanaqa ofis ham bo'lmagan va hech qanday mashhurlik ham bo'lmagan. Lekin ularda asosiy narsa bor edi. Katta maqsad va katta orzu. Aynan shu ularning bugungi darajasiga yetishigacha sabab bo'ldi. Keling, bugun Mihoyoning qanday qilib Hoyoverse darajasiga chiqqanini ko'rib chiqamiz. Salom hammaga, sizlar bilan Yumekun va bu Hoyoverse dasturi. 2011-yil Xitoyning Shanxay shahrida 3 nafar talaba hammaga o'xshab ish qidirishni emas, o'zlarining o'yinlarini ishlab chiqishni xohlashdi. Va ular Sai Yuhao, Liu Wei va Lu Yuhao ekan. Ularda lekin katta muammolar bor edi. Ulardan biri mablag' bo'lsa, ikkinchisi tajriba edi. Lekin ko'pga katta kompaniyalar esa xuddi shunday boshlanadi. Va ular ko'p o'tmay o'zlarining birinchi o'yinlarini ishlab chiqarishadi. Bu o'yin esa Fly Me to the Moon edi. Bugungi kunda Genshin yoki Fankastar Raid bilan solishtirsangiz, juda oddiy ko'rinadi. Lekin eng qiziq boshqa yerda. Bu o'yinda keyinchalik Hankai muxlislarining sevimlisiga aylangan Kiana Kaslana ilk bor paydo bo'ladi. Aynan o'sha Kiana Kaslana. O'yin katta muvaffaqiyat qozonmadi, millionlab odamlar ham o'ynamadi. Ammo Mihoyo uchun bu muhim emas edi. Chunki ular asosiy narsani olishgan edi. Bu esa tajriba edi. Oradan ko'p vaqt o'tmay ular o'zlarining keyingi proyektlarini chiqarishadi. Fly Me to the Moon katta hit bo'lmagan bo'lsa ham, undan keyingi o'yin yaxshiroq ish qildi desak bo'ladi. Bu o'yinning nomi esa Zombigal Kawaii edi. Bu safar o'yinchilar zombi to'dalarga qarshi kurashishardi. O'yin oddiy ko'rinsa ham bitta muhim natija berdi. Mihoyo ilk haqiqiy muxlislarini topdi. Odamlar ularning animasiyasini yoqtira boshladi. Kompaniya esa har bir yangi loyiha bilan tajriba yig'ayotgan edi. Ammo ular hali ham o'zlarining eng katta loyihalarini chiqarishmagan edi va ular kelajakda edi. Keling shularning birini ko'raylik. 2014-yilga kelib esa Mihoyo o'zining navbatdagi proyektini ommaga chiqarishadi. Va bu safar esa bu o'yinning nomi Guns N' Girls edi. Bir qarashda bu oddiy anime o'yinga o'xshardi, lekin aslida hammasi shu yerdan boshlandi. Chunki aynan shu o'yinda biz ilk bor Kiana, Mei va Bronyani birga ko'ramiz. Va eng muhimi, Hankai nomini eshitamiz. Hankai nomini birinchi marta Guns N' Girls'da eshitamiz. O'sha paytda hech kim bu kichik loyiha keyinchalik millionlab muxlislarga ega bo'lgan ulkan franchizaga aylanishini bilmas edi. Ammo Mihoyo bitta narsani tushunib bo'lgandi. Ular endi shunchaki o'yin yaratishmayotgan edi. Ular o'zlarining ko'natlarini yaratishayotgan edi. Va bu ko'nat esa bilganingizdek Hankai edi. Va nihoyat 2016-yil biz kutgan Hankai Impact Sword o'yini chiqadi. Bu o'yin hamma uchun prosta bomba bo'lgan. Chunki u yil uchun bunday o'yin, bunday dizayn, bunday gameplay va janglar umuman tasavvur qilib bo'lmas edi. Bundan ham yaxshi tomon telefonda edi hammasi. Oddiy telefonda. Ko'pchilik bu darajadagi o'yinni telefonda ko'rib hayratda qolgandi. Lekin odamlarni ushlab qolgan narsa faqat grafika emas edi. Bu hikoya edi. Kiana, Mei va Bronya millionlab o'yinchilarning sevimli qahramonlariga aylandi. Har bir yangi bob bilan Hankai muxlislari soni ortib borardi. Mihoyo esa asta-sekin Xitoy chegaralaridan tashqariga chiqishni boshladi. 2020-yil Mihoyo navbatdagi proyekti dunyoga yuzini ko'rdi. Va bu Genshin Impact edi. Hamma uchun yangilik bo'lgan. Hatto men uchun ham o'yin bizni Tevat nomli ulkan dunyoga olib kiradi. Bu yerda har bir hudud, har bir qahramon va har bir hikoya o'ziga xos edi. Eng qizig'i esa o'yin mutlaqo bepul edi. Lekin o'yin chiqqandan keyin hammasi o'zgardi. Millionlab o'yinchilar Tevat bo'ylab sayohat qilishni boshladi. Internet esa Genshin videolari bilan to'lib ketdi. Bir paytlar 3 nafar talaba tashkil qilgan studiyo endi butun dunyoga gapirayotgan kompaniyaga aylandi. Shuning bilan Mihoyo to'xtab qolmadi. Chunki ularda kelajak uchun yangi proyektlar bor edi. Va ulardan biri nomini o'zgartirish edi. Ya'ni brendni o'zgartirish. Va ular Mihoyodan Hoyoverse'ga o'tishdi va ko'proq rejalarini o'ylashni boshlashdi. 2022-yilga kelib esa Mihoyo gaming gigantga aylanib bo'lgan edi. Ular ketma-ket hitlar chiqarishni boshlashdi. Bulardan misol qaytargan bo'lsak, Fankastar Raid, The stellar in my body. Is this what your Relo 6 has become?
va Zenless Zero. As a father figure. Oh, really? Now, you're the pro. Bosh do'stlar, pastda tugmalar bor, pastda. Harim, bilasiz, yod bo'lib ketgan sizga, bilaman. O'shalarni bosib qo'ysangiz rahmat deychidim. No, davom ettiramiz videoni. Ketdik. Xo'javersa, gaming giganti aylanib bo'lgan bo'lsa ham, lekin hali ham to'xtash niyati yo'q. Chunki kelajak uchun ularda rejalar talaygina. Ulardan biri esa WhatsApp-ura. Loyiha haqida ko'p narsa ma'lum emas, lekin yarim soatlik gameplaydan aytsak bo'ladi. U realistik shahar, sirli hodisalar va boshqa o'lchamlar o'rtasidagi janglarni o'z ichiga olishi mumkin. Keyingi loyiha esa Petit Planet ekan. U juda ham bir oddiy proyekt desak bo'ladi. Bu safar janglar emas, tinch hayot, qurish, ijod va ijtimoiy tajriba haqida gap ketmoqda. Navbatdagi proyekt esa Honkai Nexus anime ekan. Anime nomini qayerdadir eshitgansiz menimcha, to'g'rimi? What? O'yinchilar turli mavjudotlarni yig'ib, ular bilan strategik janglar qilishadi. Ular har xil turdagi olamlarni sinab ko'rmoqda va bu savolni tug'diradi. Ularning keyingi proyektlari qanday bo'lishi mumkin? Izohlarda yozib qoldiring. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak esa, bularning hammasi shunchaki orzu edi. Lekin bu orzular maqsadga aylandi va maqsadlar esa ro'yobga aylandi. Bugun esa bu nom Mihoyo emas, Xo'javersa bo'lgan. Genshin Impact millionlab odamlarni bir dunyoga jamladi. Honkai seriyasi esa o'zining olami bilan butun dunyoni lol qoldirdi. Endi esa yangi olamlar ustida ham ishlanmoqda. Har bir yangi olam bir-biridan katta, bir-biridan qiziq. Lekin eng qizig'i, hikoyalar hali tugamagan. Chunki Xo'javersa eng katta o'yinlari kelajakda kelishi mumkin. Kim biladi, balkim butun dunyo biladigan o'yinlar chiqarish mumkindir. Lekin yana bitta savol bor. Keyingi Global Phenomenon nima bo'lishi mumkin? Izohda kutamiz sizlarni. Nima desamdi? Enovi. Shodashi. Blooperlar yo'q boring, bro. Bilmaysan blooperni. Backstage narsalar qo'yadi-yu, tayyorgarlik shunaqa. Mana aytadi, bro-mi? Yo'q, bo'lmaydi. Birodarlar. Yo'q, aytdim. Mashinadan o'rgandim. Juda ham ketibdi-da. 2020 publish qildim. Publish. Ommaga chiqardi. Nima aytdim? Nechinchi yil? 2020. Yili shu narsa dunyomizning ko'rdi. Bo'ldimi? Aha. Tezlash. Aytadigan bo'lsam, sizlarga prodyuserimiz boshchi asab qolyapti hozir agressiyada. Afsuski nima? Tezlash. 3 soat montaj qilishga ulgurayman. 3 soat ichida. Bitta adrenalim mandan. Hozir olib kelib berasan ketganing. Shu gapga. Hozir. Iloyim shu sayohat bizni yulduzlarga olib chiqsin. Xesir dishori. Mayli ko'rishgunchanda. To'xtang. Siz hali ham o'qimadingizmi deyman, obunani. Bosib qo'ying hozir, anavi. Keyin like-dan bossangiz yaxshi bo'lardi. Rahmat kattakon. Sog'lik. Bo'ldimi?